Haliyam ketmadingizmi? Menga qara. Anu yangilik yo'qmi? Qanaqa yangilik? Shu baby. Baby? Mana baby. 6 oylik baby. Qizmi, o'g'ilmi? Bilmay turibman-da. Ikkita bu yerda egizaklar. Ha, gapir. Gap bo'lsa bo'ldi. Hazil-huzul qilmay bor. Oyoq kiyimimni tozala. Tavba qildim. Turishini. Nech pul berasiz? Hamma narsani pulga baholash kerak emas. Mana hozir sanab beraman xotin qilish kerak bo'lgan ishlarni. To'xtang. Ha? Men bilaman qiladigan ishlarimni. Hammasini narxlab qo'yganman. Oyoq kiyim tozalash 100 ming. Oq ko'ylak dazmol qilish, qiyin-ku, ko'ylak dazmol qilish 200 ming. Men bu ustingizdagi kiyimingizni, katushkalarini terib qo'ydim. 500 ming. Jinsi shimni dazmollash, mayli, u ham 500 ming. Umumiy, agar skidka qilib beraman, kofe damlash sizga tekin. Telefonim qani? Cleaning Way kompaniyaga telefon qilay. Telefonim qani meni? Alo. Cleaning Way kompaniyami? Kelinglar, iltimos. Mikroblar to'lib ketgan uyimda olib chiqib ketinglar. Tavba. Yo, men nimaga uylandim o'zi, rohatini ko'rmasam? Men nima sizga xizmatkormanmi, a? Ha? Uylaning dedimmi? O'zingiz-ku orqamdan 5 yil yurdingiz. Voy. Men shu narsa kerak emas. 5 yil yurdingiz, 6 yil yurdingiz. O'lib qolarding-ku, nafas ololmay Murod ismini eshitsang. Men qilib. Endi menmi deb hayratlanmagin. Shabnam deb ketimdan yurgan kim? Sizmi, menmi? Bu o'ldirib qo'yaman hozir seni. Yoqmayotgan bo'lsam, xohlasangiz ketaman. Boring. Akangga bitta lazon yetadi. Uyga qaytib borgani. Bor, sen. Voy, burni ham shlagbaum. Tavba qildim. Borchi kirgizarmikin? Kirgizadilar. Ketaymi? Mayli, ketaman. Uydan chiqib ketishing mumkin ko'chko'roningni ko'tarib. Qalbimdan chiqib keta olarmikinsan? Hech qachon ketaman dema. Men seni jahlda haydashim mumkin. Urushishimiz mumkin, hazillashishimiz mumkin. Lekin hech qachon ketaman dema. Men sensiz yasha olmayman, xo'p? Men ketdim. Kuzatasanmi? Kurtkam olib chiq. Kurtkangiz mashinada qolgan-ku. Kecha qaytib olib chiqmadingiz. Ha, bo'pti. Alo. Murod. Assalomu alaykum onajonim. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Murod? Uyg'otib yormadimmi? Yo. Siz adashdingiz menimcha, Murod uxlamaydi bunaqa paytda. Shabnam uxlaydi. Men uxlamayman. Bugun dam olish, ishga bormasang kerak. Toqqa chiqasizlarmi? Biz chiqib ketayotgandik. Shabnam ham boradimi? Yo, ona, bugun menga ish kuni edi lekin. Akam bilasiz-ku, menga dam bermaydilar. Kimdir qarash kerak, ishxonaga ham qarab turish kerak. Lekin vot Shabnam g'irt bekorchi. Aldamang. Olib ketmasanglar hozir kechgacha uxlaydi, baribir bilaman. Ha, Shabnamga bervar. Mana beraman. Alo. Bolam. Assalomu alaykum, Ayda, yaxshimisiz? Assalom. Ha, nima qilyapsan? Uydaman. So'qoqqa akang somsegani olib chiqib ketayotdi, chiqasanmi? Meni kimdir olib ketadimi? Oldin so'raychi, meni yuborarmikinlar. Ha, so'rachi. Boraver. Ketaver. Ha, ruxsat berdilar. Bo'pti, bo'lmasa tayyorlanib tur, olib ketamiz. Xo'p, mayli. Tayyor bo'lib turib olib ketamiz deyishdimi? Bilaman-da seni tayyor bo'lishingni. Hali beri tayyor bo'lmaysan. 5 sekundda tayyor bo'laman. 5 sekundda? Ha? Qarang-a. Shu 1 yil deganda to'yimiz bo'ldi sen bilan. 5 yil, 1 yil emas. Ha, yo'q-e? Demak, sen meni 5 yildan beri sevarkansan-da. Hecham-da, men bilan hazillashmang, sizni sevmagan. Ha. Bidir. Ha, bo'pti. Ketdim men. Yaramas. Bo'pti, yaxshi boring.